Bugun hojatxonani kovlashni boshlayapsizlar. Traktorchimiz shuncha kovladi. Endi bu yerni o'zimiz qilib qozib olishimiz kerak. Lopatkasi yetmadi-da, nima Shansi yetmadi. Yana qo'llarni o'zimiz kovlaymiz endi. Mana boshlayman, soat 2 bo'ldi. Bir soat kamera azmi chizaman. Ya hojatxona bu mito tushganda traktni noto'g'ri qo'yishgan. Endi hojatxonani qaytib qilish kerak. Bu eski Vipskada. Ikkiga ketsak bo'ladimi? Chuqurligini ikkiga qilsak bo'ladimi? Biladi. 10 yilga yetadi. Bu mana shuncha qoldi. Traktor kelib buyog'ini ham qo'yish kerak. Bitta kelmayapti-da. Asli bo'lsa bir bog' qilib qayga deydi ekan. Shot qilaman deb niyat qilganman. Hech yo'qki tugasak. Toza shag'alda bu, toza shag'al. Yozda bu yerda kerki bilan urib ham naq bo'lmaydi, olib bo'lmaydi. Shunchalik qattiq bo'ladi. Men nariga qolgan joyda olganman. Bir hafta deganda olganman-da. Bekorchilikdan shuni qozay deb oldim. Azoni malatok bilan oldim. Daraxtlar ko'rsat, daraxtlar. Choy. Qanday mana shunaqa bo'ladi, bir kun dam olaman deysiz-ku uyga. Uyda ishini kimdir qilib bermaydi-yu. Yozda kuniga bu yerga nafas olib bo'lmaydi. Ana shu yerda yozga qilganimda lesani ustiga kappa qilib ishlaganimiz, xudoga shukur kun salqin. Yer ham yumshoq. Hamma narsani o'zi xasli bor ekanda, qozishga ham, beton qilishga ham. Yozga bir joyga stachka qilik. Yoshga yorilib ketdi stachka. Keyin ertasi kundan boshlab plyonka bilan ustini yopadigan bo'ldik. Yozga ishlash qiyin. Lapatka bilan o'ynab olyapsiz-da buni. Men kerkam olib ketdim xudoga, shu kerkini olib kelganman. Lekin kerga hali hojat yo'q. Yo'q. Yoshlar tilloga teng. Yoshlar alohida qilib. Qarachi bugunga bo'ladi. Nima deysiz? 240 ga 240 chuqurligini 2 kovladi. Mana shu tezam. Lekin kerkdagi kerak bo'ladi. Asal qattiqroq. Tosh ko'rganda. Oyog'imni keyin sen qilasiz. Sog' bo'ling.